bitta tepalarga chiqib aylanib keldi. 13,5 millionda o'tirish. Bitta narsani aytaman, ko'rganim yo'q boshqa mashina. Shunda ovqatlanib qaytib kelyapman. Biror narsa kam qilib bering. Oformitga pul yetmay qoladi, aka. Shuni nomga o'tkazib berasiz. Pulingizni shuna beraman. Shuni Surxondaryoga chiqib ketaman. Shu. Yo, o'zlariga berasan. Yo'q, mayli. Ishlamayman, ukajonim. Rosa men ochiq o'yin qilib berdim. O'zingizni masalan yaqin odamimning mashinasi 13 ming sotib berdi dedilar. Siz bilan tanishki masalan, siz bilan yaqin, chin mendan ko'ra, to'g'rimi? Biror narsa o'tib yaxshilik kunga olyapman. O'p sotar emasmi? Men senga yomon kunga demaman, men yaxshiligiga haydagin dedi. Bir telefon qiling, biror narsa o'tsinlar. Yo 50 yo 100 biror narsa qilib bersin. Endi nima deyman men? Hozir so'kallar. bering. Qo'llanayotgan adasiga pazarga botgan ekan, xursand bo'ladi. Insongarchilik sifatida o'tishlari nima qilib bering, nima qilib bering? Sen ayting, nima qilib bering? Yo 12.500 yo 12.500 maksimum 12.500. Bitta gap aytaymi? 30 litr 92 mandan bo'ladimi? Men gapimga javob. Shunaqa bo'laman. Ha, baraka qilib. 300 ming, 400 ming o'tib beryapman. Yo 600 ming pul so'rayapsan. Yarmini men aytayapman. Shirin koriga do'm. Lering berga, Rustam akani o'ziga. Men ellar bilan borib kelaman. Agran tashaganmi? Agran o'zi ichadi dedi, bordim. Agran o'zi ichadi, keyin Agran Chilonzorda qolgan. 500 demaydi-a. Ha, berur farqi yo'q, muammo yo'q. Nechinchilik sotdingiz Rustamga? 2020 li salonimiz mana Surxondaryolik ukalarimizga ketyapti, uyalyapti o'zi mana. Mana o'zi uyalyapti ukajonim, ko'rsatib. Cho'ring, birat uyalmang. Ey, muxlis ekansiz, unaqa qilmang. Avval zaklat berayotgan ishadi, mana. Ha, so'mda zaklat oldim. Nech pul oldim? 300. Hozir men ishda kartani pul qilib 300 kelaman. ming oldim. 2020-yil li salonni 12.550 ga baraka qildim. Yo'q, baraka.